hatto yeb ichishimizdan tortib kam ko'stimizgacha puldan qiynalgan paytimiz ham moliyaviy bo'lsin, bir g'amdan qiynalgan paytimiz ma'naviy bo'lsin, har tarafim qo'llab-quvvatlab turgan insonim, ustozim juda ko'p yaxshiliklar egasi deb bilaman. Shohrak O'g'lonov. So'z navbat beraman. Marhamat. So'z. Bular romantik bo'lib shunaqa narsasi ko'plar aytdingiz. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Endi halollik haqida bitta tarixda o'zimdan bo'lib o'tgan voqeani aytib beraman. Shu bilan sizlarga bir xabar, mesej bermoqchiman bu bilan. Yangi ishga kirganman 2013-yillar. Endi bundan oldingi ishxonamda edi. Va u yerda shu oylik masalasi muammo edi. Davlat tashkilotida ishlaydiganlar kam oylik olardi. 800 ming, 900 ming atrofida keyinchalik shu 1 millionga chiqarishdi. Men ishladim, 1 yildan keyin uylandim, ishga kirgandan keyin pul yetmaslikni boshladi. Endi katta yigitsiz, mustaqilsiz, endi hayotimda o'zi 12 yoshimdan oiladan mustaqil bo'lib, litseyda o'qiganim uchun pul so'ramasdim-da uyda. Bersa olardim, bermasa hech o'zim masalamni hal qilib harakat qilardim yashashga. Va uydan pul olmaslikka qaror qilganman va shu maqsadda ya'ni uylandik. Uylangandan keyin pul yetmaslik boshlandi. 1 yil o'tdi. Qarasam oilam bor, oilam qiynalyapti, pulim kam. Keyin o'tirib o'yladim, men ingliz tilini yaxshi bilaman, nimadir qilishim kerak deb imkoniyat izlashni boshladim. Shunda imkoniyat o'zi keldi. Bir rahbarimiz bor edi. Bir начальник отделimiz shu ingliz tilini yaxshi bilasiz, tarjima qilsangiz, bilaman pulga qiynalib yuribsiz. Rus tilidan ingliz tiliga va ingliz tilidan rus tiliga nozik, o'ta yuqori darajadagi davlat hujjatlarini o'girishimiz kerak va bunga yaxshi pul beradi sizga. Va menga ikkalamiz birga tarjima qilamiz. Shu haftada 2 kun zakaz olib ishlaymiz. Soat 9 dan keyin berishadi. Shu kechqurun 12 gacha ishlaymiz deb taklif qilishdi. Men to'xtang dedim, boshlig'imdan bir so'ray dedim. Kirib keyin boshlig'imga aytdim. Shunaqa men pulim kam yetmayapti oilamga. Shu ruxsat bersangiz soat 9 dan keyin ishdan keyin kechqurun 12 gacha qolib shu tarjimani qilsam-da, ozgina qo'shimcha daromad qilsam desam, boshlig'im juda ham inson jihatdan juda chiroyli tarbiya ko'rgan inson edi. Qattiq qo'l bo'lsa ham, "Ya buni qiling, ruxsat beraman sizga" dedi. Keyin menga shu zakaz olishni boshladim va oyligim 1 million bo'lsa, u yoqdan 1,5 million beradi menga. Kechqurun tarjima qilaman. Ikkalasi qo'shilsa 2,5 million bo'ladi. 2,5 million o'sha payt yaxshi oylik hisoblangan. Boshliqlar ham 2,5 million olmasdi. Chunki o'sha payt 2013-yilda shunaqa edi vaziyat. 2,5 million olaman oylik, lekin oyligim yana yetmaydi. O'sha holat. Yana o'sha oilada boshqa xarajatlar o'sha turibdi, lekin yetmayapti. Pulda baraka yo'q. Keyin o'tirib o'yladim. Ilgari shu talabalik paytlarimizda ko'p kitob o'qirdik, hadislarni ham ko'p o'qiganmiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi kitoblarini ko'p varaqlaganda ko'rgandim. Shu davlat mansabida o'tirgan inson davlatni mansabidan foydalanib o'zini oilasiga 1 dirham olib kelishi bu halol emas. Ya'ni mansabni suiiste'mol qilib turib, shaxsiy maqsadda siz davlatning mashinasi bo'ladimi yoki bir kseroskopiya apparati bo'ladimi, svetidan foydalanib shaxsiy uyingizga bir foyda keltirsangiz, olgan oyligingizdan va undan ruxsat olmasangiz kerakli nimalar halol bo'lmaydi degan ma'noda bir hadis o'qigandim. Shu narsa meni ichimga o't tushdida, shu yerda xato qilyapman ekan deb o'tirib hisoblab chiqdim. Keyin qarasam 9 dan keyin 12 gacha davlat svetini yoqyapman ekan. Men o'zimga shaxsiy pul ishlash uchun. Internet pul ketyapti ekan, kilobayt pul ketadi. Unda so'zlarning ma'nolarini chiqarib olardim. Internetdan sarflayapman ekan va kompyuter tok sarflayapti. Davlatning kompyuteri, davlatning sveti, davlatning interneti. Va men oilamga o'shandan foyda. U hisoblasam 4,000-5,000 so'm pul bo'lar ekan o'sha payt. 2,5 million qayerda, 4,000 so'm qayerda? Shu 2,5 millionni 4,000 so'm shubhaga va haromga yetaklayapti. Bu topgan pulim halol bo'lmayapti dedimda, shuni qaytarishim kerak davlatga deb xulosa qildim. Buxgalterning oldiga to'g'ri kirdim. Kirsam, tushuntirdim, shuni qaytarmoqchiman desam, buxgalter aytdi, "Nima deyapsiz siz?" dedi. "Birinchidan g'alati qaror, u ishlatavermaysizmi u pulni?" dedi. Men prihod qila olmayman, kirish qilib bo'lmaydi. Chunki buxgalteriyani bilgan insonlar o'tiribdi bu yerda, ular tushunadi. Davlatda har bir hisob raqami kelish nimasi manbasi yozib qo'yiladi. 9210, 9000 счет bo'lsa, har bittasini prihodi yoziladi. U yerda
olgan ishlatib qo'ygan pulni to'lash degan statya yo'qda. Men dedi, kirovga qanday javob beraman kelsa dedi. Bu 10 so'm, 4 ming, 3 ming pul ham bosh og'riq bo'ladi. Buxgalterlar biladi. Agar balans chiqmasa, u boshda og'ritadi. Eng kamida shikoyat yozib ketadi. Ishini yaxshi qilmayapti deb. Bo'lmasa, shu davlat pulini yegansiz biladi uni ishlaganlar. Ruxsat bermadi buxgalter. Keyin boshlig'imga kiraymikin deb o'ylanib, qattiq qo'l odam. Buni qanday tushuntiraman u odamga? Noto'g'ri tushunsa-chi, haydab yuborsa-chi ishdan bu taraflarni. Yana bu qarorim halol harom masalasi bo'lgancha qabul qiladimi, yo'qmi? O'ylab keyin oxiri ishim yondida tinchlik bermadi, kirdim boshliq xonasini taqillatib, shu o'rtoq boshliq shunaqa ruxsat bergansiz, men pul ishladim, ishlayapman. Pul ko'proq bo'lsa ham o'zimning pulimga qo'shilib hammasini davlat pulini, svetini va internetni sarflaganim uchun o'sha pulim harom bo'lib qolyapti ekan, halol bo'lmayapti ekan. Men bolalarimni yaxshi inson bo'lishini istayman va ularga halol luqma yedirishni xohlayman. Shuni qaytarmoqchiman, lekin buxgalter ruxsat bermadi. Bizning hojatxonamiz bor, endi umumiy tashkilotda hojatxonasi bir tashkilotning huzuridagi tashkilot bo'lgani uchun yaxshi qaralmaydi. Bir oyda bir olib kelib qo'yiladi, bir sovuni yoki qog'ozi bo'lmaydi. Shuni men qog'ozini olaman, sovunini va tozalash hamma nimalarni olib tozalab turaman va shu bilan o'sha o'zimizning kollektivga foyda bo'ladi, o'ziga qaytargan bo'laman. Boshqacha yo'lni bilmadim-da, topa olmadim. Kimgadir ehson qilsam bo'lardi, lekin shu eng yaxshi yo'l dedim, chunki shu yerda ishlaydiganlar o'zining xizmatiga sarflagan bo'laman dedim-da. Desam boshliq shunday qizarib ketdi, ko'zlaridan bir narsa paydo bo'ldi. Eshityapti dedi, bu yoqqa dedi. Eshitish ichkaridan qulfladik. O'tirdik, shunday gaplarni gapirdi endi. Sen dedi, shu holingda qolgin dedi. Ya'ni halollikda shunchalik ushlayapsan, bu yoshingda oxirigacha shunda davom etsang uzoqqa ketasan dedilar. Va bugundan boshlab eng yaxshi nima sen bo'lasan, men seni o'g'limdek ko'raman, gaplashib turgin men bilan, sirlashib turgin deb boshqa sirlarni ham ochib boshladi. Ota bola deb bo'lib ketdik boshlig'imiz bilan. Keyin o'sha eng qiziq narsa bo'ldi. O'sha narsani qilib hojatxonani joyiga qo'yishni boshlagandan keyin pul ortib qolishni boshladi menda. Katta summa ortib qolardi. Bu qisqa muddatda 300-400 dollar pul yig'ildi. Bir insonga shu meni talabalik paytimda kirlarimni yuvib yordam bergan bir do'st opamiz bo'lardi, qarindoshimiz. Shu kir mashinasi yo'q edi, shunga kir mashina olib beraman deb niyat qilardim. O'sha kir mashinaga yarasha pul yig'ildi. Shu 400 dollar, 500 dollar uni qaytarishni boshladik. Bu narsa keyinchalik meni shiorimga aylandi. Germaniyaga borgandan keyin ham uyimda o'g'lim kserokopiyaga bir narsa chiqarib keling desa, davlat printerdan chiqarsam yozib qo'yaman va qaytib kelayotganda 25 yevro pul to'lab, o'sha bir 5-6 pachka qog'ozni olib qo'ydim. Hatto yuz varog'im chiqarmaganman masalan 6 yilda. Endi bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan halol haromlikni o'rganinglar mendan demoqchi emasman. Bitta misolni aytdim. Kimdir ibrat oladi bundan va insonlarning haqqi 25 million, 35 million aholining haqqi bu juda katta narsa. Agar shunga amal qilsalaringiz, o'sha 3,5 million, 2,5 million pulni misolida hayotingizga baraka kiradi va farzandlaringizdan qaytadi bu narsa va ahli ayolingizdan, ota-onadan qaytishni boshlaydi. Va bu narsa keyinchalik hayotimda juda ko'p yordam berdi shu qilganlarim. Va bu ishni Germaniyadan davom ettirganimdan atrofimdagi hamkasblarim ta'sirlanib boshladi va ular ham shunga o'xshash ishlarni qilishni boshladi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Hayotini endi boshlagan insonlar bor yoki boshlab bo'lgan davlat tashkilotida ishlaydiganlar bor. Davlat bitta mashina bersa, u ishchisini ishga va uyga olib borib kelish uchun beradi. Bolasini bog'chaga olib borib kelsa ham u halol bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Davlat taksisini to'xtatyapsiz siz. Siz o'shanga sherik bo'lyapsiz. U ozgina gaplashib turib, qo'shimcha nima qilyapti? Bu insonlarning haqqi bu. Yo'lda mashinada ketyapsiz, qisib o'tib ketdingiz. 20 ta odamni avgon qilib, mumkin bo'lgan palasadan o'tib ketdingiz. 20 ta odamning haqqini yedingiz, yo'l haqqi. Yo'l haqqi qul haqqi. Yo'lda o'zida bir 20 mingta haqni yeb boradi inson bir viloyatdan boshqa viloyatga borguncha. O'sha haqlarga rioya qilsa, davlat tashkilotida ishlaydimi, shaxsiy hayotmi, qo'shnining haqqi, boshqalarning hammasini haqqini to'g'ri bilgan inson albatta o'sha joyda
muvaffaqiyatga erishadi, yaxshilikka erishadi deb o'ylayman. Shuning uchun endi bu narsani albatta ulamolarimiz chiroyli tushuntiradi va halollik masalasi bo'lgani uchun kimdir ibrat olsa deb tushuntirdim. Nokamtarlik bo'lgani uchun uzr so'rayman va sizlarga bir ibrat bo'ladi deb hisoblayman.